Izotermiz butkaligidan ham so'raganlar bor edi. 2022-yilga 8-oy 42 ming yurgan. Holatlari o'rtacha. Ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari ham yaxshi holatda. O'sha bizga kerakli bo'lgan funksiyalar bor. Sidinalar soviydi, bakoylari qiziydi, Euro 5 mexanika. Video registratori bor. Zadniy vid ko'rsatadi. Akkumulyator o'tirib qolgan ekan hozir, mashinani yoqa olmadim. Motorlari ham yaxshi, unaqa yoqib qo'ygan boshqa joylari yo'q. Chiroyli holatda turibdi, ko'rishingiz mumkin. Butkasini yon qismlari ham, butkalari yaxshi ekan. Izotermiya butkalari, koronalari ham juda urinib ketmagan ekan. Ichlarida endi bor ozgina yurgan, xizmat qilganligini hisobiga qirilgan, ozgina chizilgan joylari bor, lekin yomon emas. Buni pol qismlari, butkalarning ichlari minadigan odamga yaxshi variant. Mana bu joydagi patagi sinib ketgan ekan, nimasi orqasidagi buni qildirib beramiz. Balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Gulshitirlari, past qismlari o'rtacha holatda. Taglarini ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin, ko'rinayotgan bo'lsa. Holatlari yaxshi, unaqa joy bardagi chiqib ketmagan. Yon qismlari bu taraf ham tushib qolgan ekan, buni qo'ydiramiz orqasidagi narsaga o'xshab. Bu ramasining tashqi qismlari ham ko'rishingiz mumkin. O'rtacha holatda, juda yomon bo'lib ketmagan. Mashinamiz. Balon oldi qismlari hali bor. 30-40%. 22-yilga 8-oy. Hop, torpeda qismlari, ikkinchi eshigini afishga yonlari yaxshi, unaqa chizilib, yomon bo'lib ketmagan. Hozir akkumulyator nima o'tirib qolgan ekan, mashinani shuning uchun yoqolmadik. Oldida polni mashinalar turgani uchun mashinani olib chiqib ko'rsata olmadim. Bitta ikkita bor, petnolari mana videoda qanaqa ko'rinadi, bilmadim. Ozgincha xizmat qilgan bitta ikkita bor. Ko'rishingiz mumkin. Hop, endi bu mashinani narxiga keladigan bo'lsak, 15 ming bilan O'zbekistonga dostavka qilib yetkazib beramiz. Rastamoshka alohida chiqadi, 12 mingcha rastamoshka chiqadi. Butkasini chiroyli qilib buzdirib ishlatamiz. Agar butkasi buzilmaydigan bo'lsa, ikkita mashinani yo'lkasini egallab qo'yadi, qimmatroq bo'ladi. 2000 dollarcha qo'shilishi mumkin narxiga. 15 ming emas, 17 minglar atrofida boradi. Agar buzilmasdan shu holatda butun olib kelib beradiganlar bo'lsa, buzdirmay olib kelib beradigan variantlarimiz ham bor. Faqat ozgina yo'l kirasi qimmatroq bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Buni ham chiroyli qilib inshaalloh yuklab yetkazib berishga harakat qilamiz.